Samarqandning eng sirli va go'zal maskanlaridan biri bu qayer bilasizmi? Menga obuna bo'ling, like bosing, hozir buni bilib olamiz. Samarqandning eng sirli va go'zal maskanlaridan biri bu Shohizinda. Bu joy nafaqat tarix, balki ruhiyatni ham his qildiradigan muqaddas maskan hisoblanadi. Shohizindaga chiqish uchun 40 ta zinapoya bor. Rivoyatga ko'ra, bu kim zinadan chiqishda va tushishda bir xil sonlar sanasa, uning tilaklari ijobat bo'ladi. Shohizinda so'zi tirik shoh degan ma'noni anglatadi. Rivoyatlarga ko'ra bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning amakivachchalari Qussam ibn Abbos dafn etilgan. Shu sababli bu maskan asrlar davomida ziyoratchilarni o'ziga jalb qilib keladi. Majmua 11-asrdan 15-asr oralig'ida qurilgan bo'lib, u yerda Temuriylar davriga oid maqbaralar joylashgan. Moviy firuza rang, koshinlar bilan bezatilgan devorlar, nozik naqshlar va qadimiy me'morchilik bu joylarni haqiqiy san'at asariga aylantirgan. Bu yerga kelgan inson faqat tarixni emas, balki Samarqandning ruhini ham his qiladi. Agar Samarqandga kelsangiz, bu joyni ko'rmasdan ketmang, chunki Shohizinda bu shunchaki yodgorlik emas, bu Samarqandning yuragi hisoblanadi.